Assalomu alaykum obunachilarimiz, yaxshimisizlar? Xudo xolasa bugun Andijon Moshina bozoridan Nexia 2 va Nexia 1 narxlarini tanishtirib o'tib ketamiz. 12-dekabr hafta kuniga juma, hammalaringizga juma ayyom muborak bo'lsin. Qo'ldan kelgancha arzonidan qimmatidan syomka qilamiz. Sizlar bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bunisini yili nechida aka? 2012-yil. Sotmoqchi bo'lsanglar ham telefon qilaverasizlar shu akalarimizga. Kraskasi-chi buni? Et betida kraskasi bor. So'ylari butunmi? So'ylari oldi, orqalari butun ekan mashinani ko'rishlaringiz mumkin. Lux 5 konditsioner, gidrolika gazlari bor. Oldi orqasi butun ekan 2012-yil. Mashinaga yumshoq balonlar taqib qo'yilgan. Yonlarini ham ko'rishlaringiz mumkin. Salonida chexol poligi bor. Yurgani qancha buni? 500 ming yurgan mashina. Salon holatlarini ko'ryapsizlar. 5 shumka. Orqasida ham chexol polilari bor. Holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Orqa tomon ko'rinishlari. Gazi bor, benzinda yuradi. Oldi orqalari yana bir bor aytib o'tib ketamiz. Oldi orqasi butun. Bu tomonlarni ham ko'rishlaringiz mumkin. Holatlari kraskari bir 25-30% bor. 40% ham deyovering deyapti. Narxini qancha qo'yib qo'yamiz? Narxini bo'lishi 3,5 mingga beramiz. Bo'lishi shitir sanab 1 so'm ham yo'q, 3,5 ming dollarga o'tkazib olish sharti bilan olib ketaverasizlar. Nomeringizni aytsangiz? 94lik 568 17 37 raqamlarga aloqaga chiqasizlar. Uka, menga jinsiy rangi kerak deganlar uchun muammosi yo'q. Bu yerda egalarini jinsiysi ham bor. Bu 15 midi? Bu 2015 kraskasi-chi? Kraskalari 30-40% yuzaki kraskalari bor. Oldi orqalari butunmi buni ham? Oldi orqalari butun ekan. Bu ham Lux 5 konditsioner. Motor, hadovo korobkalari zo'r. Balon holatlari yaxshi. Yonlarini mana ko'rishlaringiz mumkin. Yumshoq balonlar taqib qo'yilgan. Saloniga kirsak, chexol poligi bor. Probegi qancha bo'ldi? 380 ming yurgan mashina. Orqasida ham mana chexol polilari bor. Salon holatlari yaxshi. Olib minsa bo'laveradigan. Orqa tomon ko'rinishlari. Gazlari bor. Zapaska baloni bormidi? Zapaska baloni yo'q. Gaz benzinda mashinamiz yuradi. Bu tomonlarni ham ko'rishlaringiz mumkin. Narxini qanchaga qo'yib qo'yay? Kami yo'q-a bunga? Yo'q. 4,5 ming shitir sanasizlar, olib ketaverasizlar, dokumentdan muammo yo'q, bu genalni berasizlar. Qiziqqanlar telefon qilasizlar, shunaqa Nexia 2 sota olmay yurgan bo'lsanglar ham telefon qilsanglar, yaxshi narxga ko'rib, baraka qilaveradi akamizdan. Nomeringizni aytsangiz? 93lik 157 08 01 raqamlarga aloqaga chiqasizlar. Davom ettiramiz Nexia 2 ishqibozlarga 2010-yil. Kraskasini qancha deysiz Javohir aka? 20% kraskalari bor. Motor, hadovo korobkalari? Motor qilindi. Narxi necha pul buni? 4 ming deyapsiz. 4 ming dollar kam bor 2010-yil. 2010. Oldi orqasi pechatmidi? Yumshoq balonlar taqib qo'yilgan. Yonlarini ko'rishlaringiz mumkin. Oldi orqasi butunmi buni? Oldi orqasi butun ekan. Yurgani qancha bo'ldi? 310 ming yurgan, tomiga o'zgartirishlar kiritilgan, gazlari bor. Orqasida ham mana chexollar bor. Salon holatlarini ko'ryapsizlar. Bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Orqa tomon ko'rinishlari. Gazlari bor, benzinda ham yuradi. Bu tomonlarni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Kapot holatlari. Javohir aka, buni narxi nechi bu? 4 ming dollar kam bor, variant chiqarmidi? Faqat narxga genalni berasiz. Genalni beriladi, dokumentdan muammo yo'q. Sotasizlarmi, olasizlarmi? Javohir akamga telefon qilaverasizlar. Ukam ko'rib telefon qildim desanglar, yaxshi narxga ham sanab olaveradi. Barter yo'li ham bor. Buni yili nechida? 2010. Kraskasi-chi buni? Kraskasi buniki 25%. 25%. Motor, hadovo korobkalari? Yo'q, motor. Yo'q. Oldi orqasi butunmi buni ham? Oldi orqasi yaxshi ekan. Bemalol tekshirtirib olaverasizlar. Lux 5 konditsioner, gidrolikasi bor.
Yonlari Mashina qo'yib tashlagan. yumshoq balonlar taqib qo'yilgan. Men qo'yib olaman deyapsizmi? Chexol polisi bor. Buni yurgani qancha bo'ldi? Mana uni so'radi. 500 mingdan oshiqroq yuribdi mashina. Ha, bo'ldi, qo'yib. Buni ham gazlari bor. Zapaska balondan muammosi. Menimcha zapaska baloni yo'q shekilli akalar. Endi kelishib telefon qilaverasizlar. Gaz benzin yuradi mashina. Tekshirtirib olaverasizlar. Nima dedingiz? Pony bank benzini ham bor. Narxi necha pul qo'yamiz? Narxini buni 3,5 ming deb beramiz. 3,5 ming dollar kam bor. Variant chiqadimi bu? Buniga yarmini bersa bera olamiz 3 ta. Yarmini bersa, shuroga variant chiqadi. Necha puli boriga? 1,5 ming bo'lsin. 1,5 ming puli bori telefon qilaverasizlar Javohir akamga. Nomer aytsangiz? 70lik 027 027 2002 olasizlar bunisi. Telefon qilib gaplashib bo'ladi. 2009-yildan biz davom ettiramiz. Ko'ringlarchi, kraskalari-chi buni? Kraskasi 4 ta petnosi bor. 4 ta joyda petnosi bor. Motor, hadovol korobkalari juda yaxshi. Lux 5 konditsioner 1.6, hatto ekran lazergacha bor. Benzin rasxodini kam qilib beradigan. Oldi orqalari butunmi buni? Butun. Motor, hadovol korobkalari juda go'zal ekan. Yonlarini ko'rishlaringiz mumkin. Mashinamizga balon holatlari o'rta holatda, lekin yumshoq balonlari bor. Chexol polilari bor. Yurgani qancha buni? 400 ming tepasida yurganda, 400 mingni tepasida yurgan. Orqasi ham mana chexol polilar bor. Chexolda ham polida ham yangi soldik deyapti. Ko'rishlaringiz mumkin mana Nexia 2 ishqozlari 2009-yil, gazi bor. Zapaska baloni bormidi? Ha, bor, zapaska balonlargacha bor. Benzin gazda yuradi. Narxini qancha so'rayapsiz buni? 3300 dollar kami. 3300 dollar kami bor. Variant chiqadimi? Faqat naqd pul asosida gaplashiladi. Yenanlik berasiz? Variant Nomer aytsangiz? 33lik 919 1919 raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar, qiziqarlar. 2011ni biz sizlarga taqdim etamiz. Kraskalari-chi buni? 20% kraskalari bor. Tekshirtirib olaverasizlar. Oldi orqalari go'zal. 1.6 Lux 5 konditsioner, gidrolikasi bor. Motor, hadovol korobkalari-chi? Hamma yo'g'i zo'r. Oldi orqasi butun dedingiz-a buni? Oldi orqasi butun. Ustitlari yechilmagan ekan. Yumshoq balonlar taqib qo'yilgan. Yonlarini ko'rishlaringiz mumkin. Salonida chexol bor, prasoy salon, prasoy gidrolika. Yurgani qancha? 500 ming yurgan mashina. Orqa tomon ko'rinishlari. Bittadan laykni bosib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Gazlari bor, benzin yuradi. Bu tomon ko'rinishlari. Narxini qancha so'rayapsiz buni? Bo'ladigan 3,5 ming dollarga baraka qilib olib kelsanglar bo'ladi. Dokumentda muammo yo'qmi? Xohlagan hujjati bo'ladi. Xohlasanglar nomlaringizga olasanglar, generalni chiqadi. Nomeringizni aytsangiz? 95lik 068 27 88 raqamlarga aloqaga chiqasizlar. Biz 2013dan davom ettiramiz. Ko'ringlarchi, kiloda 2 ta petnosi bor ukam deyapti. Qolgan joylari toza-ya? Qolgan joylari toza. Motor, hadovol korobkalari zo'r ekan, ishi yo'q deyapti. Avtolargacha almashgan ekan. Ekran lazeri bor. Holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Lux 5 konditsioner, gidrolikasigacha bor. Gazlar bor. Oldi orqalari pechatmi buni? Xohlasanglar, xudo xolasa butun deyapti. Yonlari yumshoq balonlar taqib qo'yilgan. Salonlarni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Polilar bor. Prasoy salonni yevro qilib qo'yishibdi. 468 ming yurgan Nexia 2 mashinamiz. Qayerda mashinasi bu? Oqshom oldi mashinasi ekan, lekin salon holatlari ham akalarim ja urinib ketmagan, svejroq mashinada chaqa-chuqasi ham bor. Orqa tomon ko'rinishlari, gazlar bor. Zapaskasi bormidi? Zapaskasi
Bor. Narxini qancha so'rayapsiz buni? 5,5 ming dollar kami bor. Variant chiqadimi? Faqat naq asosda savdolashadi. Nech pul savdo bo'ldi mana? Bugungi realniy savdosi nech pul bo'ldi? Hali savdosi bo'lgan yo'q. Nomeringizni aytsangiz? 88lik 195 1777 raqamlarga aloqaga chiqasizlar. 5,5 ming dollar oz-moz kami bor. Telefon qilaverasizlar. Biz 2016 ni taqdim etamiz. Kraskalari-chi buni? Bir qator kraska bo'lgan, suvoy. Bir qator asfalt bo'lgan, suvoylari butun. Ko'ringlar-chi mana 2016-yil oxirgilaridan oldi orqasi butunmi buni? Konditsionerlarga dosh. Konditsionerlargacha ishli luks konditsioner, gidrolikasi ham bor. Motor, ходовой korobkalari umuman ishi yo'q. Yonlarini ko'rishlaringiz mumkin mashinani. Yumshoq balonlar taqib qo'yilgan, o'rta holatda. Gang svetda, delfin svet deysizlarmi? Polilari bor. Salon holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Svejiyroq. Yurgani qancha? 162 ming yurgan Nexia 2. Yurganiga ham javobmi aka? Kamroq yurgan ekan-ku. 162 ming yurganiga ham javob ekan. Orqa tomon ko'rinishlari. Mashinani gazlari, zapaska balonlari bor. Narxini qancha so'rayapsiz buni? 4600. 4600 dollar kami bor. Variant chiqadimi? Yo'q. Faqat naqdga. Faqat naq. Yenalni berasiz? Yenalni beriladi, dokumentda muammosi yo'q. Nomeringizni aytsangiz? 94lik 94lik 566 566 59 99. 59 99 raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. 2014-yil Gansvetda Nexia 2 topib qo'ydim. Ko'ringlarchi, kraskasi. Endi olishgan petnom bor. Endi bir qator tekshirtirib, mashina narxi yo'qsa, kelib baraka qilsanglar bo'ladi. Petnosi bor deb baraka qilingan ekan. Motor, ходовой korobkalari hamma yo'q joyida. 2014-yil luks konditsioner, gidrolika, ekonomlazi bor. Ko'rsanglar bo'ladi. Yumshoq balonlargacha taqib qo'yilgan ekan. Yon tomon ko'rinishlari. Medyar pult bor ekan, chexol polik, salon holatlari endi dehqon mingan mashina ekan akalarim. Yurgani qancha? 235 ming yurgan. Mashina to'rlashga shumkasi bor. Salonlarini ko'rishlaringiz mumkin. Shu joyda bittadan laykni bosib, kanalga obuna bo'lishingiz esdan chiqmasin. Orqa tomon ko'rinishlari. Mashinamizning gazlari bor. Zapaska baloni-chi? Bor. Narxini qancha so'rayapsiz? 5000 kam bor. 5000 dollar kam bor. Variant chiqadimi? Faqat naqdga. Gaplashamiz. Nomeringizni aytsangiz? 88lik 101 101 7300 7300 raqamlarga aloqaga chiqasizlar.